Mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarni sportga keng jalb etish, ularni jismonan rivojlantirish hamda inklyuziv sport madaniyatini shakllantirishga qaratilgan yirik tadbir teng imkoniyatlar va yangi yutuqlarga yo'l adaptiv sport festivali bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston hamda Rossiya vakillari ishtirok etdi. Festivalning asosiy maqsadi nogironligi bo'lgan bolalar va katta yoshdagi fuqarolarga sport bilan muntazam shug'ullanish imkoniyatlarini yaratish, zamonaviy adaptiv sport dasturlarini joriy etish, shuningdek ikki davlat o'rtasida ijtimoiy va sport aloqalarini mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda Gertsen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universitetining O'zbekistondagi filiali tomonidan hamkorlikda tashkil qilindi. Shuningdek, festivalni o'tkazishda Sport vazirligi, Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi elchixonasi, O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi, Rossiya adaptiv xokkey federatsiyasi, O'zbekiston adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi hamda bir qator xalqaro tashkilotlar hamkorlik qilmoqda. Muz maydonida O'zbekiston va Rossiya sportchilari ishtirokidagi ko'rgazmali adaptiv xokkey uchrashuvlari tashkil etildi. Tadbir doirasida nogironligi bo'lgan bolalar uchun adaptiv sport turlari bo'yicha maxsus ustozlarning mashg'ulotlari, ota-onalar uchun motivatsion seminarlar, maxsus ta'limga ehtiyoj sezuvchi shaxslar uchun innovatsion o'quv va metodik materiallar taqdimoti ham o'tkazildi. Shuningdek, adaptiv jismoniy tarbiya bo'yicha amaliy mashg'ulotlar tashkil etilib, nogironligi bo'lgan yoshlarni ushbu sportga jalb etish maqsadida ijtimoiy loyihalar taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Adaptiv xokkey bu oddiy sport turi emas. Bu turli imkoniyati cheklangan bolalarga yorqin, mazmunli va faol hayot kechirish imkonini beradigan noyob ijtimoiylashtirish vositasidir. Bugun kelajak sportchilarimizni ko'rib turganimdan juda xursandman. Ular ilk bor muz ustiga chiqib, o'z kuchini sinab ko'rishlari, jamoa a'zosi bo'lish hissini his qilib ko'rishlari, maxsus chanada yurib ko'rishlari va ehtimol shu sport turiga mehr qo'yishlari mumkin. Yaqin kelajakda esa ular o'z shaharini, o'z yurtini milliy va xalqaro musobaqalarda munosib tarzda namoyish etishlari mumkin. Ishonamanki, juda tez orada yana ko'plab bolalar muz ustiga chiqadi va o'zlarini ushbu ajoyib sport turida sinab ko'radi. Festival O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash, ularning sport va ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishga oid qator qarorlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga xizmat qildi. Teng imkoniyatlar va yangi yutuqlarga yo'l festivali nafaqat sport bayrami, balki jamiyatda inklyuzivlik, ijtimoiy tenglik va mehr-oqibat g'oyalarini mustahkamlovchi muhim ijtimoiy voqea sifatida e'tirof etildi. Tadbir yakunida Gertsen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universiteti O'zbekistonda adaptiv sport, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun jismoniy madaniyat yo'nalishida yangi bakalavriat va magistratura dasturlarini ochish rejalashtirilayotganini ma'lum qildi. Mazkur yo'nalishning joriy etilishi adaptiv jismoniy tarbiya sohasida malakali mutaxassislarni tayyorlash va inklyuziv sport tizimini rivojlantirish uchun muhim qadam bo'lib xizmat qilishi ta'kidlandi.